Suv hayot manbai, bebaho ne'mat. Bugun dunyo miqyosida global iqlim o'zgarishi va chuchuk suv resurslarining kamayishi keskin muammoga aylanayotgani bir davrda har bir qatra suvni ko'z qorachig'imizdek asrash barchamizning burchimizdir. Hozir shu haqda. Afsuski, ichimlik suvining qadriga yetmay, undan shaxsiy manfaatlari yo'lida noqonuniy va oqibatsizlarcha foydalanayotgan kimsalar hali ham uchrab turibdi. Bunday mas'uliyatsizlik nafaqat tabiatga, balki butun jamiyat farovonligiga rahna soladi. Jizzax viloyatida ichimlik suvi tarmoqlaridan noqonuniy foydalanish holatlarini aniqlash bo'yicha navbatdagi nazorat tadbirlari o'tkazildi. Jizzax viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi nazorat inspeksiyasi hamda Jizzax suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati hamkorligida Sharof Rashidov tumanida ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv tarmoqlariga o'zboshimchalik bilan ulanish holatlari o'rganildi. Nazorat tadbirlari yagona davlat nazorati axborot tizimi orqali biznes ombudsman xabardor qilingan holda tadbirkorlik subyektlarida amalga oshirildi. O'rganishlar davomida tumanning Uchtepa mahallasida joylashgan tadbirkorga tegishli qurilish mollari ishlab chiqarish korxonasida hamda Sug'diyona mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi savdo do'konida ichimlik suvi tarmog'idan tegishli shartnoma rasmiylashtirmasdan va tarmoqqa noqonuniy ravishda ulanib foydalanib kelinayotganini aniqlashdi. Aniqlangan qonun buzilish holatlari yuzasidan mas'ul xodimlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 163-moddasiga asosan 6.180.000 so'mdan ma'muriy jarima qo'llanildi. Jizzax viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi hamda Jizzax suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati Sharof Rashidov tuman filiali xodimlari bilan hamkorlikda ichimlik suv tarmog'iga noqonuniy ulanish holatlari bo'yicha reyd tadbirlari o'tkazildi. Reyd tadbirlari davomida 2 ta xonadon va 1 ta tadbirkor subyektlari ichimlik suv tarmog'iga noqonuniy ulanishlar bo'yicha aniqlandi. Mutasaddilarning ta'kidlashicha, bunday nazorat tadbirlari ichimlik suvi va oqova suv tarmoqlaridan qonuniy hamda oqilona foydalanishni ta'minlash, tizimdagi yo'qotishlarning oldini olish, noqonuniy ulanish holatlariga chek qo'yish va iste'molchilarga sifatli xizmat ko'rsatishni yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi.